Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Har kishining birinchi urazasi qiziq bo'ladir endi. Menikida mana kichkina vaqtda, yosh vaqtda deb aytganda davati bilan davanilarga qaytqash, ular bizga o'rnak bo'lib, bizning de uraza tutasi keldi, men davani uraza tutadi deb. Chunki kish bilan tamda tumlaydilar osharga, erta bilan turib tag'in sahar oshysizlar bo'la bitindi. Shulay aytib, men davaniga aytdim davani. Meni de saharga uyatali, meni de uraza tutasi keladi. Necha yoshlar bo'lgandir xatirlamayman, bir 5 yoshlar terasi bo'lgandir endi. Shulay aytib, davani meni saharga uyatdi, turib oshadik, yotib uxladik. Erta bilan turdik, biz urazada tushki oshav turunda so'z ketdi. Davani aytadi, sen abit oshab ol dedi. Sening urazang shulay bo'lardi, sen abit oshab uraza tutursan dedi. Biz bitin sobi bola bo'larak ishonamiz, yarar. Abitlarni oshab, aybatgina ayttirib, so'larni ichib, kechga xatli uraza tutdim deb o'yladim endi men. Durusini aytganda, shinliqda eng birinchi uraza tegi o'sha oyoq aql bilan uylanishgacha deb aytdik sen namozlar o'qiy boshlag'achdan 20-24 yoshimda deb o'ylayman, shulay esda qolgan. Issi vaqt edi. Bir oy bo'yi tutasың uraza degachdan boshda bitindi tegi shiklanib qo'yasan. Ondan so'ng tuta boshlag'achdan yengil ekan u. Mana Allohga shukr, 12-13 yil deyerlik urazani qoldirmisha tutamiz. Birinchi uraza shu 13-14 yillarga to'g'ri kelgandir endi. Issiq kun, saharga turib oshadik. Abid jetdi, shasi kelib, men ko'p sherga yaratam. Hadem bir stakan ko'p ichsang edib yurисең endi. Ulda tugul abidlar o'tib ketdi. Abidda sunnat bo'yicha bit endi azrak uxlab olamiz. 1,5 soat sharm etib olgandan so'ng qish kirdi. Hazratlar aytuvi bo'yicha sahar oshasang, unda barakat bor, shundan da jamoat. Sahar oshab yotsang, sen endi o'zingni boshqa turli his etasan. Sen endi tushki oshga xatli oshav turunda o'ylamaysan. Shunga ko'ra, mening o'ylavim bo'yicha, mening praktika bo'yicha endi sahar oshab yotsang xayrliroq. Ham shul birinchi uraza vaqtlari esga tusha, pishan vaqtina to'g'ri keldi bu ayol bizni. Avvalga qaytib, pishan yerga keragi, qizzu, issi, yomg'ir yo'q, bulutlar yo'q. Azgina pishan tuturabizda traktor arabasına barib og'zini shiqab kelamiz, og'zini shiqarga yarib endi. Azgina ishlayibizda tag'in boshqa suvlar og'izib ketamiz. Shulay ettirib, Alloh taolo birinchi uraza vaqtlarida bizni sinadi endi. Bu o'zi bit endi sinov. Shulay etib, Alloh taolo yordam bilan bir 3-4 kun issiq bo'lgandan so'ng yomg'irlar ketdi. Uraza yengillayib ketdi. Umr bo'yi uraza tutgan kibik yengilgina urazani tutdik. Biz o'z ishmakar bo'larak o'zimizning kunimizni o'zimiz belgilaymiz. O'z-o'zimizga начальник deb aytganda, shunga ko'ra da urazani tutganda biz saharga turishga tirishamiz. Nechikina og'ir bo'lsa da uxlarga yotasan, tam 1-2 soatdan saharga turishga kerak. Unda barakat bor. Namozlarni o'qib, tahajjudlarni o'qib, uraza vaqtida bitin ol tahajjud tag'inda damlarak, tag'inda xayrliroq. Chunki ertangi namozga hali turishga kerak deb aytganda. Ondan so'ng endi kun ishmakarning kuni ul ko'z ochib jumg'achi o'tib ketadi endi. Ish ko'p, barasi yerlar ko'p. Shunga ko'ra, menimcha ishmakarning urazasi bik tez o'tadi. Uyda yotib, ishsiz yotganga qaraganda, ish bilan o'tkarsang urazani, u bik o'ng'ayli ham bik tez o'tadi endi.